kayfiyatim zo'r. Xudoga shukr, ko'z tegmasin ey. Erim chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Ha, buchi ozmuncha harakat qildimmi, chalpak? Mana Xudoga shukr, mana endi rohatini ko'rib yashayapmiz, ha? Rohatlanish kerak. Har bir lahzadan lazzatlanish kerak, shukr qilish kerak, ha? Men qo'shnilarimga umuman tushunmayman. Shunday bir ig'vochi, g'iybatchi, noshukur o'shalar. Domda turaman-da, nima bo'lyapti, nima hamma narsani eshitib, даже ko'ramadim. Shunday yaxshi eshitilgandan ko'zim oldida video tasmalar o'tadi shunday. Ayollarda o'zi yomon. Tili yomon, tili. Ishga boryapman deb yasan tusan qilasan, uyga kelganda o'sha qizil ishton, qizil xalat, yirtiq naskida yuraveradi. Erkak zotini ko'ngli nozik bo'ladi. Chiroyli bo'lib yerda oldida o'tiring deb gapiraman. Meni gapimda olmaydi bu chalpaklar. Ana gapimda olsa-ku, o'y Asaloyda yurganda yuradi. Asaloy deganday. Bizning Asaloyimiz zo'r bo'lgan. Voy, qaynonamni uyida zo'r asal yeganmiz. Ana shu boshdan boshlab shu kim edi u? Mana norozi, mana. Qo'shni Nima qildi? Yana nima bo'ldi sizga, a? ado bo'ldim. Unday qilmang, bir xunuga odam ekansiz, ey. Hamma menga o'xshagan odam o'tiribdi-ku. Yo'q, bular chiroyli. Yo'q. Mana shunaqa odamlar oldida o'tirsanglar yuqadi sizlarga ham nasrinasi. Erim o'zgarib qoldi. O'zgaradi-da. O'zi 40 yoshdan keyin erkak kishi o'zgarib qolar ekan. 40 gacha o'ldim, kuydim bo'lar ekan. 40 dan keyin o'zgarib qolar ekan. Keyin ko'chaga chiqib, burchak-burchaklarga telefonlar kirib olib, odam bir sevishar ekan. Yaramaslar. Bilib qoldim. 40 yil sizga chidab yashaganiga shukr qiling. Shukr qilaman. Sizda xotinlik nazokati yo'q, asalim. Sizda ham yo'q-ku. Yo, kechirib qo'yasiz qaddi qomatimga. Erim mahliyo bo'lar. Voy, har oqshom maqtov eshitaman men. Yurish-turishlarim o'zgacha. Hech o'zingizni shunaqa aldaysiz. Shundaymi? Shunday. Bechalarda shunday. Qon-qondan rang oladi, aylanaylar shunday. Hech kishi bizda o'zi. Psixologga boring dedi. 2 millionga psixologga bordim, oilam buzilib ketay dedi. Birinchi kun ishdan kelgandan yaxshi keldingizmi, jonim dedim. Kim o'rgatdi senga bu gaplarni deb shunaqa urdi. Asalim 2 millionga psixologga borgancha 200 ming bering, men o'zim sizga qanday yerda jilovlash kerakligini o'rgataman. Bir marta pul berganimda jilovlab, onamnikida 6 oy o'tirganman jilovlanib. 10 yildan beri jonim asalim demagan ayol birdaniga jonim asalim desa eri hayratlanadimi? Ana shu xizmat qabulaman, faqat men kaltak tagida qolib ketdim. Dugonam unday qiling desang kaltak yeyman, bunday qiling desam kaltak yeyman. Biz ham ko'z-ko'zga tushib gaplashaylik dedim. Xotin dedi. Undan ko'ra sen o'zingni dedi, kitobga aylantirib qo'yish so'ra dedi. Men ham, "Voy, kitob bo'lsam nima qilasiz, dadasi?" dedim. "Kitob bo'lganingda seni o'qimasdim" dedi. Shunaqa qalin, zerikarli kitobni o'qish o'zi bo'ladimi dedi. Qora, yana uni ustiga aylanay. Meni erim gulga o'xshatar. Gul? Unda menga kecha kelin deganingizim qo'ytgandek gap dedi-ku. Unday demaydilar. Chizgan chizig'imda yuradilar. Agar bironta neto gap qilsa, o'sha kuni uyda haydayman men uni. Aytdim, bir erkak podyezdda yashayapsiz-ku shu. Yo'q. Meniki emas. Podyezdda turib ichkariga kirishga tayyorgarlik ko'radi. Hozir jonimni qanday qilib xursand qilsam ekan, nima desam ekan, ana shunday shaytonlattirib qo'yish kerak erkak zotini. Menga qarang, qo'shnilar, sizga bir aqlli maslahat beray. Xo'pding. Sizga kerak emas bo'lsa, bularga kerak. Mayli, birinchi kun jonim deganingizda kaltak yegan bo'lsangiz, ikkinchi kun ham jonim deng. Ikkinchi kun ham kaltak yesangiz ham mayli. Uchinchi kun ham jonim deng. Keyin o'rganib ketaman kaltak yeyishga? Yo'q, uni qulog'i o'rganadi. Hozir eshikni ochganimdan xotinim yana jonim deydi deb shu narsani kutib kiradi. O'rgating shu narsaga. Oilam tinch bo'lsin, farzandlarim boshiga, biz sog' bo'laylik, erim sog' bo'lsin desangiz, nazokatni o'rganing. Asalim, ibohaya. Unday emas. O'ldimi? Xuddi yo'lbarsga o'xshayapsiz. Qo'rqadi-da. Yeringiz mana 40 yil oldin ko'zi qayerda edi? Men nima desam-chi, dadasi deb. Ha, deng. Nimaga kulyapsan deb ursachi? Ursin. Erkakda shapalog'ida Sh vitamini bor. Zato oila tinch bo'lsa bo'ldi. Oilani tinchligi, totuvligi, farzandlari sog' salomatligi bu ayolga bog'liq, aylanay. O'zimga bo'lgan ishonchim tushib ketdi-da. Endi bugundan boshlab borib faqat ish qilishim kerak ekan, ovqat qilishim kerak ekan demayman. Endi o'zimni sevaman. Yashirgan pullarimni chiqarib salonga boraman. Shunday qiling. Boraman. Siz basharani emas, qalbni oqartiring. Qadrdonlar hammasi ayollarning qo'lida. Tinch totuv yashayman desangiz, shirin tabassum qilish kerak, kulish kerak. Ayol kulsa, olam kuladi. Ayol kulsa, er kuladi.
Hadi. Hamma kulib yursin. Bugundan boshlab repetitsiya qilamiz, ha. Deyla. Ana o'shandek kulib yuringlar. Qanday yarashadi, qarang, kulish qanday yarashadi. Men ketdim. Hamma oilada kulgu bo'lsin.